Bitta gilomda arzon narxda qo'yishganini ko'rdik. O'zimiz ham 2 ta, 3 ta, 5 tagacha bitta jamlab bitta oilaga arzon narxda qo'yib ko'rdik. Endi butun SNGda bo'lmagan 10 talik gilomda bitta arzimagan narxga sizlarga tavsiya qilaman. Agar sizlar o'ylagandan arzon aytgan bo'lsam, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa juda ham manfaatli video bo'ladi va yaqin orada hovli uylarni bitkizib gilomni qanaqa qilib olsam ekan, qimmat bo'lib ketyapti degan tanishlarga jo'natib qo'yish eslangdan chiqmasin. Assalomu alaykum YouTube, assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Yana biz Ziyo Gilom bazasidamiz. Bizni videolarimizni o'tkazmasdan muntazam ko'rib turgan obunachilarimizga kattakon rahmat va endi bizni ko'rib turgan mijozlarimiz obuna bo'lib qo'yinglar. Inshaalloh bizda hamisha manfaatlisi. Xo'p, bizdan telefon qilib so'rashyapti. 10 kunlik chegirmalaring tugab qolsa, narx-navolar o'zgarib qoladimi? Gilamlar narxiga qo'shilib qoladimi? Bizda chegirmalarda gilomlarning narxi o'zgarib qolmaydi. Berilayotgan hadiyalarini nisbatan boshqasiga o'zgartiramiz. 10 kunlik chegirmamizni ham inshaalloh bugun yakuniga yetkazib qoldik. Ozgina yana bor, xudo xolasa, nima desa bo'ladi. 100 tadan oshiq bonuslar berishgandi. Ulardan sanoqlilari qolgan. Xudo xolasa ularni ham ertaga ham ulashamiz. Bugun xudo xolasa sizlarga 10 ta gilomda bittada arzon narxda qo'yib beraman. Inshaalloh endi ko'rib turgan mijozlarimiz bo'lsa, obunachilarimiz bo'lsa, bizga podpiska bosib qo'yinglar. Inshaalloh juda ham chiroyli gilomlarni arzon narxda xudo xolasa sizlarga tavsiya qilishda davom etamiz. Razmerlari ham ancha katta razmer bo'ladi. Bunaqa mayda razmerlar qo'ymaymiz. Xo'p, boshladik bo'lmasa. Bismillah. 3,5 metrga 7 metrlik juda ham chiroyli bo'lgan. Neb klassik usulda to'qilgan. Orqalari 100% to'qimali. Ro'zg'orga ishlatishga, mehmonxonalarga, qalinligi ham yurganda sal bo'lsa ham oyoqqa bilinadigan. Dizaynlari ham yangi dizayn. Biz muntazam ko'rsatib turgan obunachilarimiz biladi. Bunaqangi asli gilomlarni qo'ymaymiz, xudo xolasa. Narx-navolarga nisbatan kassivalarni ancha zo'rlarini tavsiya qilamiz va razmerlari ham katta razmerlar. 3,5 metrga 7 metr. Men donasiga ham narxni aytib o'tib ketaman, eslab qo'yinglar va hammasini bitta bo'lganda sizlarga hisoblayman nechta pul bo'ldi va men oxirgi narxni nechta pul qilishimni xudo xolasa kuzatib turinglar. Agar sizlar o'ylagandan ancha arzon aytsam, podpiska bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa 3,5 metrga 7 metr. Bozorlarda narxini bo'rttirmasdan aytaman, 1,700,000 so'mdan 2,200,000, 2,5 milliongacha ham sotilganini ko'rdik. Sizlar 1,700,000 so'm hisob qilib turinglar shu gilomni 3,5 metrga 7 metr. Bu rosa talashib 1 soat, 1,5 soat bozorda aylanib olinsa 1,700,000 so'm bo'ladi aslida. Keyingi razmerimiz 3,5 metrga 5,5 metr. Bitta mehmonxonalarga bo'ldi. Bu yana bitta xozonamiz uylariga deylik. 3,5 metrga 5,5 metr. Videoda o'tkazmasdan ko'ringlar, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir qo'yayotgan gilomlarimiz 10 tasi bittada bo'ladi narx-navolari. 3,5 ga 7 metr, 3,5 metrga 5,5 metr. Ushbu ko'rib turgan 5,5 metrlik gilomlardan ham eng kami 1,400,000 so'm sotiladi bozorda. 1,400,000 so'm. Xo'p. Keyingi razmerimiz 3,5 metrga 6 metr. metrga 6 metr. Hammasi yangilik kassi va 2026-yilda ishlab chiqarilgan. O'zimizning TGS brendiga tegishli. 3,5 metrga 6 metr. Ushbu ko'rib turgan razmerlaring ham eng arzoni mana shu 3,5 metrga 6 metrlik gilomda eng arzoni 1,400,000 so'm sotiladi. Men ko'rsatayotgan gilom bozorlarda 1,5 million so'm tepasida sotiladi. Xo'p, keyingi razmerimiz 3 metrga 5 metr. 1,200,000 so'mdan 1,5 million so'mga sotiladi bu gilomlar. Minimum siz 1,200,000 hisob qiling. 3 metrga 5 metr. Bej svetda o'ta chiroyli chiqqan gullari. Va yana bitta 6 metrlik.
Bunaqasi bo'lmagan. Bunaqa narxni o'zimga ham qiziq. Videoda oxirida aytaman, inshaalloh videoni o'tkazmasdan like bosib, obuna bo'lib ko'ring. Xudo xolasa sizlar o'ylagandan ancha arzon narxda qo'yib berishga harakat qilaman. Hop. Keyingi razmerimiz 3 metrga 4 metr. 10 xona uy solgan odamning uyida bemalol shu aytib o'tgan razmerlarim bo'ladi. 3 metrga 4 metr. Ko'rsatgan gilomlarimi 10 dan ortiq assortimenti bor. Razmerlar ko'payib ketganidan o'zimga ham hisobimni olmay qoldim. 3 metrga 6 metrlik gilomimiz 1,5 million so'm hisoblang. Eng kamida 1,5 million so'm. 3 metrga 4 metrlik gilomimiz 800 ming so'mdan 1 million so'mga sotiladi. Endi buni arzonroq variantlari ham bor, 600 ming, 700 minglik. Biz obunachilarimiz biladi. Biz yaxshisini arzondan tavsiya qilamiz. Minimum 800 ming so'm hisob qiling shu gilomni. Endi hammasini общий bitta hisoblab, kalkulyatorimiz bo'lsa, bitta hisoblab turing, nechta pul bo'ladi. Va oxirida men aytadigan narx eng qizig'i bo'ladi, xudo xolasa. Bu obunachilarimiz uchun inshaalloh manfaatli, juda chiroyli video bo'lyapti, xudo xolasa. 3,5 metrga 4,5 metr. Bunisi bitta spaniylarga desak, bolajonlarimiz spaniyasiga, bu esa 3,5 metrga 4,5 metr yana bitta mana. Ikkalasini bitta hisob qilsangiz 9 metrli uy bo'ladi. Xohlasangiz gulini bir xilda qilib 9 metrli gilom qilib, xonalarga moslaydigan qilib beraveramiz. 3,5 metrga 4,5 metr. Xo'p, gilamlarni boshidan razmerlarini aytaman. 3,5 metrga 7 metr, 3,5 metrga 5,5 metr, 3 metrga 6 metr. Xo'p, keyingi razmerimiz necha bo'ldi? 3 ga 5 metr, 3 ga 4 metr, 3,5 ga 4,5 metr. Lidan ikkita bo'lyapti ekan. Xo'p, bitta 3,5 ga 5,5. Xo'p, bundan tashqari oxirida oshxonaga yokida birorta kladovkaga 2 ga 3 modelimizdan bir jup qilib beraman. Hozir sizlarga ko'rsatish uchun gulini ikki xil qilib olib chiqib qo'ydik. Xohlasalaring bejvisidan, xohlasalaring ko'kidan qilib beraman. 2 metrga 3 metr. Xullas, razmerlari o'zim ham esimda qolmadi ko'pligidan. Kasb jihatdan bemalol minimum xizmat qilgani 7 yildan 10 yilgacha xizmat qiladigan gilomlar bu. Defekti yo'q, to'qilishi o'ta chiroyli bo'lgan bu gilomlarimizda bundan oldingi videolarimizda obzor qilganmiz. 1 kvadrat metrini 79 ming so'mdan qo'yganmiz. Ushbu ko'rib turgan gilomlaringni agar bizdan shu ko'rib turgan 10 talik setlarini birdaniga har qilgan mijozimizga общий hisoblab donaga oladigan bo'lsangiz, bozorlarda aylanib, magazinlarda, shahar issiqda qiynalib, talashib tortishib olgan taqdirda ham hammasini bitta hisoblasangiz, bizning hisobimizda 10 million 700 ming so'mgamikin to'xtadi, adashmasam. Yoki undan oshiqroq yoki kamroq. Biz sizlarga Ziyo Gilom markaziga obuna bo'lib kelgan mijozlarimizga narxini ataga 7 million 550 ming so'm qilib beramiz. Bu realniy narx bo'ladi va faqat Ziyo Gilomlar markazida bo'ladi. 10 ta gilom 7 million 550 ming so'mga. Va bizni endi ko'rib turgan mijozlarimiz obuna bo'lib qo'yasizlar. Boshqa viloyatdan ko'rayotganlar, Namangan, Andijon yoki Rishton, Qo'qon, o'zimizning vodiy tomonlarga bo'lsa, hammasini yetkazib berishi 250 ming so'm bilan uylaringgacha yetkazib beraman. 10 ta gilom sizlarga o'shanda 7 million 800 ming so'm bo'ladi. Dastavkalari bilan ham bozorlardan yoki magazinlardan 2 million 500, 2 million 700 ming so'm ofisiga Xudo xolasa behijolat arzon narxda sizlarga tavsiya qilyapman. Sifati ham o'ta sifatli, ro'zg'orga ishlatgani, yangi hovlilarga chiqqan mijozlarimiz bo'lsa, inshaalloh bemalol 8 yil, 10 yil sizlarga xizmatlarni qilib beradi. O'zi hozir bizda vodiyda gilomga, pardaga va shunaqa mebellarga unaqa darajada emas bo'ladi. 3 yil, 5 yilda o'zi almashtirgisi kelib qolyapti. Bu gilomlar bemalol sizga 10 yilgacha xizmat qilib beradi. Xo'p, video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizga like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Kamchilik xatolari bo'lsa, sizlardan ming bor uzr so'raymiz va yana bitta sizlardan
iltimos like bosib obuna bo'lib qo'yish eslangdan chiqmasin. Biz shu oyning oxirigacha 5000 tadan o'tishimiz kerak. Bu yaqinlashib qoldi. Buning uchun bizga obuna bo'lib, like bosib, gilam olaman degan tanishlarga jo'natib qo'yasiz. Shu hammalarga kattakon rahmat. Manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Kombinat bozorining ichkarisida Ziyo gilamlar markazi. Hammalarni gilam bazamizda kutib qolamiz. Ziyo gilam markazi hamisha bir qadam oldinda. Biz bilan vaqtingizni va pulingizni tejang. Hamisha sog' va salomat bo'linglar. Rahmat hammaga.